Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammalarning hozir vaqt xayrli bo'lsin. Menki Muhammad Niyaz, Sharq Turkistonning Oqsuv viloyatidagi To'qson mayisidan 2013-yili universitet bitirgandan keyin yuqorilab o'qish orzusida Turkiyaga keldim va 2 yil u yerda o'qib yashagandan keyin 2015-yilning oxirida Germaniyaga keldim va shundan beri Germaniyada yashayapman. Mazkur videoda men o'zimningki 3 qarindosh haqida guvohlik bermoqchiman. Tunji bo'lib guvohlik berdiganim meniki Hadam Xayrigul Niyaz. Xayrigul Niyaz Turkiyaninki Turkiya burslari, ya'ni Turkiya o'qish mukofotiga erishgandan keyin yuqorilab o'qish orzusida men undan burun Turkiyaga kelgan va Turkiyaninki Marmara universitetida xalqaro tijorat bo'limida magistrlikda o'qigan va toki 2015-yilning oxiriga qadar Turkiyada yashab kelgan. 2015-yilning oxirida vatan va rozi siyosat boshlagandan keyin Hadam o'zining millatiy va xalqiga va yurtiga to'p qo'sh orzusida vatan qaytib ketgan va sayohatchilik bilan shug'ullanib o'zining ayrim bir sayohatlikni qurib chiqqan. Ikkimizningki aloqasi 2015-yili ben Germaniyaga kelgandan boshlab 2017-yili 5-oygacha izchil davom qilgan. Ve ondan keyin Hadam Xitoylarninki bexatarlik xodimlari, ya'ni Kubal tarafidan Urumchida tutqun qilingan. Ve ondan keyingi bo'lgan jarayonda Hadam bilan bo'lgan aloqam butkul uzildi. Surishtiruv jarayonida shunda xil javob berishtimki, birinchi xil variantda Hadamninki tutqun qilinib 9 oyga olib ekilgandan keyin 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi haqida xabar berishdim. Ya'ni ikkinchi xil varianti bo'lsa, Hadamninki yurtga qaytarilgandan keyin jazo lagerlarida qamalganligi haqida uchurga erishdim. İkinci guvohlik bergan kishi bo'lsa, bizningki o'yninki Turki. Biz uchun ham aka, ham ota bo'lgan cho'ng akam Yusuf Niyaz. Cho'ng akam Yusuf Niyaz 2015-yilning 5-larida tutqun qilinib, 1 yil g'oyib bo'lgan. 1 yilcha bizning uydagilar uningki hech qanday izdirgan qilmagan. 1 yildan keyin bo'lsa, cho'ng akamninki 4 yillik qamoq jazosi haqida hukm qilinganligi haqida uchurga erishgan va undan keyin bir qancha qatam turmaga berib akam bilan ko'rishgan va bu 1 yil jarayonida akamni intayin o'ruqlab kasallanib qolganligi haqida uchurlarni men o'liklarga erishdim. Va undan keyin bo'lsa, cho'ng akam 4 yillik jazo muddati to'shmay turuqliq, uningga yana 8 yillik jazo berilganligi haqida xabar berishdim. Yana bir insonninki 12 yili Xitoyninki qorong'u zindonlarida o'tishga majbur bo'lmoqda. Uchinchi guvohlik bergan kishi bo'lsa, bizning o'yninki 3-farzandi mening ikkinchi akam Yaqub Niyaz. Yaqub Niyazmi 2017-yil 5-oyda tutqun qilingan tatib, hozirgacha hech qanday izlari bo'lmagan. Shunday bo'lganda meningki bizning oila 4 farzandlik, meningki Hadam, ikki akam o'z ichiga olganda 3 kishi Xitoyninki jazo lagerida yashayotdi. Ya'ni 4 farzanddan yolg'iz men hozir erkin yashayapman. Undan boshqa mening onam haqida hech qanday xabarim yo'q. Ve bu qarindoshlarim hozir hayotmi, o'likmi, u haqida hech qanday xabarim yo'q. Mazkur videoni ishlash orqali men bu qarindoshlarim haqida guvohlik bergandan boshqa Birleşken Devletler Teşkilatı Yevropa Birliği o'xshash xalqaro siyosiy tashkilotlarning, shuningdek kishilik huquqni kuzatish tashkiloti o'xshash inson huquqlarini tashkil qilgan tashkilotlarniki Xitoyga besim qilish orqali mening qarindoshlarim o'ziga olgan 3 million Sharq Turkistonlik har qaysi millatdagi musulmon qarindoshlarimniki Xitoyninki zindon lagerlaridan, tarbiyalash markazlaridan qutulib chiqilishiga vasila bo'lishini umid qilaman. Shundaqla chet eldagi qarindoshlarninki har qaysi o'xshamagan siyosiy va yoki boshqa diniy tushunchalar tarafidan kelib chiqqan talashlardan to'xtatib, bir niyat, bir maqsadda vatandagi shu begunoh insonlarimizni, necha million insonlarimizni qutulib chiqish uchun amaliy bir harakatga o'tishga chaqiriq qilaman. Shundaqla menda bu qarindoshlarimninki kimlik uchurlari menda bor. Uyg'urlarninki bu vaziyat haqida xabar berishni ishlayotgan chet ellik qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqasi bo'ldi. Men ular haqida guvohlikni ve münasebetlik kimlik uchurlarini bilishni xohlayman.
Rahmet. Ben Çinlilerin altın, gümüş, ipekleri, tatlı sözleri ve diğer değerli hediyelerine aldanmadım. Biz birçok Türklerin onlara aldanıp yok olup gittiklerini ve kulluğa maruz kaldıklarını hiç unutmadık. Ben Allah'ın yardımına sığındım ve ben Türklerin Hakan'ıyım. Bilge Hakan.